Buyuk Britaniya Ukraina uchun yangi ballistik raketa ishlab chiqadi. Borib o'z bulbuling bilan o'yna. Bobur Bekmurodov Solovyovga keskin javob qaytardi. Eronliklarga tez orada chetdan yordam keladi. Rizo Pahlaviy. Xomanaiga o'lim. Erondagi namoyishlarda 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Aksil korrupsiya agentligi Ozodbek Nazarbekovni to'yda pul olgani uchun jazolashni taklif qildi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Rossiya Ukrainaga qarshi yangi kamikadze drondan foydalana boshladi. Venezuela Rossiyadan olgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlata olmagan. Alisher Qodirov ham Solovyov bayonotlarini tanqid qildi. Rossiyaning Lvovga zarbasi NATOga signalmi? Rossiyaning Grenlandiyaga hujum qilish xavfi bormi? Aziz do'stlar, quyida shu haqda. Videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Eronning so'nggi shohi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li muxolif Rizo Pahlaviy mamlakatda davom etayotgan norozilik namoyishlari yangi bosqichga o'tayotganini aytib, eronliklarga ularning yolg'iz emasligini va yaqin vaqt ichida chetdan yordam kelishini ma'lum qildi. Bu haqda u X platformasida e'lon qilingan video murojaatida aytib o'tgan. Qayd etilishicha, Pahlaviy 11-yanvar kuni eronlik namoyishchilarga rejimning yolg'on propagandasi va aloqa uzilishlari uchun mas'ul bo'lgan barcha muassasa va apparatlarni qonuniy nishon sifatida ko'rishga chaqirgan. Hozirgi rejimga qarshi asosiy muxolif shaxslardan biri bo'lgan va surgunda yashayotgan Pahlaviy xavfsizlik xodimlariga ham tezroq o'z tomonini tanlashi kerakligini aytgan. Men Islom Respublikasini ag'darish va aziz Eronimizni qaytarish uchun milliy qo'zg'olonning yangi bosqichini e'lon qilaman. Eron ichida shaharlarning markaziy ko'chalarini egallab, ularni nazoratda ushlab turishdan tashqari, rejimning yolg'on targ'iboti va aloqa vositalarini uzib qo'yish uchun mas'ul bo'lgan barcha muassasa va idoralar qonuniy nishonlar hisoblanadi. Davlat muassasalari xodimlari hamda qurolli va xavfsizlik kuchlari a'zolari oldida imkoniyat bor. Xalq tomoniga o'tib millat bilan bir safda turish yoki xalqqa qarshi qotillar bilan hamkorlikni tanlab, o'zlariga millatning abadiy uyati va la'natini sotib olish degan u. Shuningdek, Pahlaviy xorijdagi eronliklarga ham murojaat qilib, ularni Eron elchixonalarini ham qaytarib olishga chaqirgan va islom inqilobidan oldingi milliy bayroqni, unda Islom Respublikasi ramzi o'rniga sher tasviri bo'lgan va markaziy chiziqda arab tilidagi Allohu akbar yozuvi bo'lmagan bayroqni ko'tarishni talab qilgan. Bundan tashqari Pahlaviy xalqaro yordam ham qiyinlashayotganini aytgan. Barcha Eron elchixonalari va konsulliklari Eron xalqiga tegishlidir. Endi ularni Islom Respublikasining sharmandali bayrog'i o'rniga mamlakat milliy bayrog'i bilan bezash vaqti keldi. Biz yolg'iz emasmiz. Dunyo bo'ylab yordam ham tez orada yetib keladi. Keyingi xabarlarimni kuting, degan Eron so'nggi shohining o'g'li. Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida halok bo'lganlar soni 500 nafardan oshdi. Bu haqda 11-yanvar kuni AQShda joylashgan Hrana inson huquqlari tarmog'iga tayanib, Associated Press xabar berdi. Manbaga ko'ra 8-yanvardan buyon Eron hukumati mamlakat bo'ylab internetni to'liq o'chirib qo'ygani sababli axborot oqimi keskin cheklangan. Blokirovka 70 soatdan ortiq davom etmoqda. Mamlakatdan ma'lumot olish asosan Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali amalga oshirilmoqda. Uning aytishicha, Eron hukumati ilk bor namoyishlarni bostirish jarayonida dronlardan foydalanib, havodan kuzatuv orqali norozilik bildirayotganlarning shaxsini aniqlamoqda. Shu sababli halok bo'lganlar va hibsga olinganlarning aniq sonini belgilash hozircha imkonsiz. Ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, kuch ishlatar tuzilmalarining harakatlari tobora shafqatsiz tus olmoqda. Bu namoyishlar avvalgilaridan keskin farq qiladi va hukumat uchun kutilmagan bo'lgan. Ayrim hollarda shifoxonalar ham xavfsiz emas. Yaralangan namoyishchilar kuch tuzilmalari tomonidan olib ketilishi mumkin. Ko'plab holatlarda esa halok bo'lganlarning jasadlari oila a'zolariga qaytarilmayapti. Namoyishchilar qozon tovoqlarni urib shovqin qilmoqda. Xomanaiga o'lim degan shiorlarni hayqirmoqda. Avtomobil haydovchilari esa signal chalib ularni qo'llab-quvvatlamoqda. Avvalroq rossiyalik mashhur teleboshlovchi, Kremlga yaqin asosiy propagandist Vladimir Solovyov o'zining jonli efirida Ukraina hududiga uyushtirilgan maxsus harbiy amaliyotni Rossiya ta'sir doirasidagi boshqa hududlarda ham, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va Armanistonda o'tkazish zarurligini aytgani haqida xabar berilgandi.
Yuksalish umummilliy harakati raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Bobur Bekmurodov Solovyovning mazkur gaplariga munosabat bildirib, uning gaplarini safsata, o'zini esa nusxa deb atadi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Solovyovning gaplariga tupurdik, uning imperialistik ambitsiyalariga ham tupurdik. Biz unga so'zma-so'z tarjimada shunday ma'noni beradigan o'zbekcha iborani o'rganishni tavsiya qilamiz. Borib, o'z bulbuling bilan o'yna, deydi Bekmurodov. Alisher Qodirov ham Solovyov bayonotlarini tanqid qildi. Milliy tiklanish partiyasi rahbari rossiyalik teleboshlovchining Markaziy Osiyoni Rossiyaning ta'sir zonasi sifatida talqin qilgan chiqishlarini keskin tanqid qildi. Solovyovning gaplariga qarshi Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi munosabat bildirgan. Alisher Qodirov rus shovinistik chiqishlar yangilik emasligini, bunday provokatsiyalarga sovuqqonlik bilan yondashish lozimligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya ommaviy axborot vositalaridagi bunday da'vatlar ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik ruhiga zid bo'lib, munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qodirov Markaziy Osiyo xavfsizlik va barqarorlik hududi ekanini, qondosh davlatlar har qanday tajovuzga birgalikda javob berishga qodirligini qayd etdi. Solovyovning samarasiz chiqishlari uning ojizligi va zaifligidan dalolat beradi, xolos, deya xulosa qildi Alisher Qodirov. Shimoliy Yevropa davlatlari Rossiyaning Grenlandiyaga hujum qilish xavfi yo'qligini ta'kidlamoqda Financial Times. Gazetaning yozishicha, yaqinda Donald Trump tomonidan bildirilgan Rossiyaning Grenlandiyaga hujumi xavfi haqidagi fikrlar mintaqa mamlakatlari tomonidan rad etilmoqda. Shimoliy Yevropaning xavfsizlik va mudofaa sohasidagi manbalariga ko'ra, Grenlandiya qirg'oqlarida Rossiya va Xitoy kemalari hamda suvosti kemalari kuzatilmayapti. Rossiya va Xitoyning Grenlandiya atrofidagi suvlarda faoliyat yuritayotganini taxmin qilish noto'g'ri. Ularning mavjudligi Arktikada aniqlangan, ammo bu mintaqaning Rossiyaga tegishli qismida kuzatilgan, deya yozadi Financial Times. Rossiyaning Lvovga Oreshnik bilan bergan zarbasi NATOga Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan voz kechish signalidir, dedi Alyans bosh kotibi. O'tgan hafta Lvovga Oreshnik raketa tizimi bilan zarba berilganini ko'rdik. Rossiya bizni Ukrainaga yordam berishdan qaytarishga urinmoqda, ammo biz bundan voz kechmaymiz. Ayrim ittifoqchilar, jumladan Vengriya, AQSh va boshqa bir qator davlatlar Ukrainaning NATOga to'laqonli a'zo bo'lishiga qarshi ekanligini yoki buning maqsadga muvofiqligiga shubha bilan qarashayotganini bilamiz. Ukraina qahraton qish oylarida katta bosimni boshdan kechirayotgan bir paytda sizning qo'llab-quvvatlashingiz va barcha NATO ittifoqchilarining qo'llab-quvvatlashi har qachongidan ham kuchliroq. Ukraina xavfsizligi bu bizning xavfsizligimizdir, dedi Mark Rutte. Venesuela Rossiyadan olgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlata olmagan. Bu haqda New York Times xabar berdi. Venesuela Rossiyadan olgan S-300 va Buk M2 zenit raketa majmualaridan foydalanmagan. Shu sababli mamlakat havo hududi AQSh zarbalariga nisbatan himoyasiz bo'lgan, deb yozadi gazeta Qo'shma Shtatlarning sobiq va amaldagi rasmiylariga tayanib. Nashr suhbatdoshlariga ko'ra, AQSh vertolyotlari hujumi vaqtida Venesuelaning havo hujumidan mudofaa tizimlari, hatto radarlar bilan ham ulanmagan bo'lgan. Ehtimol bundan oldin ham yillar davomida ishlamagan. Qo'shma Shtatlarning Nicolas Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiyasi paytida Venesuela havo hujumidan mudofaa tizimlarining ayrim qismlari hanuz omborlarda ishga yaroqsiz holatda saqlanayotgan bo'lgan, deyiladi The New York Times xabarida. Buyuk Britaniya Kiyevga Putinning harbiy mashinasidan himoyalanishga yordam berish maqsadida Ukraina uchun yangi taktik ballistik raketa yaratish ustida ishlamoqda. Bu haqda payshanba kuni kechqurun Buyuk Britaniya hukumati rasman ma'lum qildi. Nightfall deb nomlanadigan raketa 200 kilogramlik jangovar kallakka ega bo'ladi va uning uchish masofasi 500 kilometrni tashkil etadi. Shu tariqa u nazariy jihatdan Ukraina hududidan Moskvagacha yetib borishi mumkin. Tizim murakkab sharoitlarda, jumladan radioelektron kurash vositalari qo'llangan va GPS navigatsiyasi cheklangan holatlarda ham ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Rus harbiylari reaktiv dvigatelga ega yangi kamikadze drondan foydalana boshladi. Bu haqda Ukraina harbiy razvedkasi ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, gap Geran 5 nomli uchuvchisiz uchish apparatlari haqida bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, u Geran oilasining avvalgi modellariga nisbatan kattaroq va tezroq bo'lib,
taxminan 1000 kilometr masofaga parvoz qila oladi. Uning taxminiy 6 metrini, qanotlari kengligi esa 5 metrni tashkil qiladi. Dron 90 kilogramm og'irlikdagi jangovar kaldak tashiydi. Bu energetika obyektlari, o'q-dori omborlari va harbiy qismlar kabi strategik nishonlarga jiddiy xavf tug'diradi. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra, mazkur dron rus muhandislari tomonidan mustaqil ishlab chiqilmagan. Aerodinamik tuzilish va texnik yechimlar jihatidan u Eronning Karrar droniga juda o'xshaydi. Geran oilasining avvalgi modellari ham shahidlarga asoslangani bois, aksar tahlilchilar mazkur taxminni qo'llab-quvvatlayapti. Biroq ayrim kuzatuvchilar Geran 5 mahalliy Dan M reaktiv dronining takomillashtirilgan versiyasi bo'lishi mumkinligi haqidagi versiyani ilgari surgan. Dan M dastlab rus harbiylari tomonidan havo mudofaa mashg'ulotlari uchun nishon sifatida foydalanilgan. Ammo keyinchalik takomillashtirilib, zarba berish vositasiga aylantirilgan.